Putrajayadagi pushti masjidga tashrif buyurganmiz. Pushtiligini sababi esa buni gumbazlari pushti rangda. Pushti gumbazli Putra masjidi shubhasiz Putrajayaning eng diqqatga sazovor va sayyohlar eng ko'p tashrif buyuradigan masjidlardan biri. Bu masjid bir vaqtning o'zida 15 ming namozxonni o'ziga sig'dira oladi. Sig'imi jihatdan juda ham katta. Ya'ni nima demoqchiman? Bu masjid o'zi Malayziyaning birinchi bosh vaziri nomi bilan atalgan va 1999-yilda qurib bitkazilgan. Buni qurib bitkazilishida, bunyod bo'lishida o'zbek xattotning qo'li bor desam ishonasizmi? Ishoning, aynan mehrobni tepa qismida joylashgan arab yozuvlarida o'zbek xattot pokistonlik xattotlar bilan birga ishlagan Islom Muhammad nomli O'zbekistondagi eng mashhur xattotlardan biri. Tasavvur qiling, Malayziyada o'zbek xattoti eng ko'zga ko'ringan bir masjidda aynan mehrobini o'zida, ya'ni ishlasa, ne faxr. Masalan, menga bu ma'lumot juda ham qiziq bo'ldi va juda ham qattiq ta'sirlantirdi. 7,5 soat uchib keldik. Shuncha uzoq joy. Aynan mana shu yerda tili begona, masofasi juda uzoq bo'lsa-da, lekin o'zbek bir xattoti aynan buni qilishi, pokistonlik xattotlar bilan birga qilishi menga juda ham katta faxr bag'ishladi. Juda ham bu ma'lumot meni ajablantirdi, ta'sirlantirdi. To'g'ri. Qarang, inson iqtidorli bo'lsa, o'zini ishini ustasi bo'lsa, qayerlarga kelib ishlamaydi. Biz ko'rib turganingizdek, Putrajaya masjidining ichki qismidamiz va masjid alohida e'tiborga tortadigan bir tarafi bor. Bu pushti rangli granitdan yasalgan. Masjidning mahobatini o'zingiz ko'rib turibsiz. Juda ham ko'p namozxonlar sig'adi va bu masjid aynan Putrajaya sun'iy ko'li yonida qurilgan. Qurilish ishlaridagi o'ziga xos yechim shundan iboratki, masjidning katta qismi suv ustida va ba'zi qismi mustahkam yer ustida qurilgan. Agar masjidga yon tarafdan qaraydigan bo'lsangiz, xuddi suvda suzib borayotganga o'xshaydi. Lekin, demak, masjid katta bo'lish bilan birgalikda mana shunday mustahkam holatda ham barpo etilgan. Agar ichki tomoniga e'tibor beradigan bo'lsangiz, eshiklar, yon taraflar va bu yerda yog'och o'ymakorligidan foydalanib ishlangan har qanday demak mahsulotlarni oladigan bo'lsak, Safaviylar davridagi me'morchilikdan foydalanilgan va mahalliy me'morchilik hamohang bo'lgan holatida mana bunday chiroyli yechimlar berilgan. Hunarmandchilikdagi arab islom ko'rgazmasini, ko'rinishini aynan mana shu masjidda ham ko'rsangiz bo'ladi. Masjidlarda o'ziga xoslikni bilasizmi nima? Bu masjidni yana ham bu o'ziga xosligi kirishlari, ya'ni kirish qismlari meni o'ziga juda ham jalb qildi, ya'ni tortdi. Hamma tomondan, deyarli 3 ta tomondan kirish, 4 ta tomondan desam ham bo'lar ekan, hattoki mehrob tarafda 2 ta yonidan ham kirishlar bor. Hozir bu sanaydigan bo'lsak, bu taxminan bir 15 ga yaqin kirish bor. Ya'ni 10 dan ortiq kirish eshiklari mavjud. Hamma tomondan kirib kelsa bo'ladi. Oldidan, orqasidan, ikki yonidan bemalol tashrif buyursa bo'ladi. Xo'p, mehrob qismiga kelamiz. Mehrob qismi bilasiz, eng to'r qismda va o'rtada joylashgan bo'lib, ko'pincha an'anaviy tarzda eshik shaklida bo'ladi. Bunda ham ko'rishimiz mumkin. Va bunda ko'rishimiz mumkin naqshlar va mehrob yonida va minbar ham masjidni ustunini orqa tarafida joylashgan. Aytgancha, Putra masjidiga kelgan boshqa dinga e'tiqod qiluvchi odamlardan uzunroq va yopiqroq kiyimlar kiyish talab etiladi. Ayniqsa ayollarga ro'mol o'rash albatta talabi bor va mana hozir o'zingiz ko'rib turibsiz, aynan boshqa dinga mansub odamlar kirish uchun ularga mana bunday yopinishlar berilgan. Ustlari yopilgan, oyoqlari yopilgan, tanalari yopilgan va ayollar demak boshlarini yopgan holatda kirishgan. Bu yerda demak alohida ko'rgazmalar ham tashkil etiladi va Putra masjidini o'ziga xos tomonlardan biri ham shu. Nafaqat masjid, bu yerda simpoziumlar, seminarlar va shunga o'xshash boshqa tadbirlarni ham o'tkazish mumkin ekan.
juda katta bo'lgan bu masjidda, demak, sahnni o'zida 5000 ta namozxon bir vaqtning o'zida namoz o'qish imkoniyati mavjud bo'lsa, bir qancha tadbirlar o'tkazish uchun ham atrofda, demak, mana bunday sharoitlar yaratilgan. Masjidning yana bir o'ziga xosligi, haligi yuqorida aytdik, bu pushti masjid, ya'ni rang jihatdan atalgan pushti. Buni gumbazi pushti rangda, gilamlari ham pushti rangda, ko'rib turgan yuqoridagi naqshlar, bezaklar ham pushti rang. Men hayotim davomida pushti rangli masjid ko'rmaganman va bu birinchisi, va hayotim davomida Malayaga tashrif buyurmaganman, bu ham birinchisi. Men uchun yangilik bo'ldi pushti rangdagi masjid. Subhanalloh. Ushbu go'zal masjidning binosini yer sathidan 76 metr balandlikda turgan 12 ta ustun ushlab turadi va biz Putrajayaga kelgan sayyohlarga alohida tavsiya qilgan bo'lardikki, aynan mana shu masjidga kelishsin. To'g'ri, atrofda juda go'zal manzaralar, go'zal joylar bor, ko'l bor. Bu binoning endi baribir o'ziga xos jihati aynan san'at, islom me'morchiligining yaqqol namunasi bo'lib turganligi va bu yerga kelgan insonlar albatta uning go'zalligidan bahra olishadi, ko'ngillari taskin topadi. Bu yerni kelib ko'rishga albatta arziydi. Minbarni ko'rgach, ayni o'zimizning yurtdagi masjidlarimizdagi go'zal minbarlar esimga keldi. Naqshlari ham xuddi o'zimizning naqshlar, chunki butun dunyodagi, demak, islom me'morchiligiga oid ramzlar, naqshlar o'xshash, lekin bundagi naqshlar nimagadir ayni yurtimizdagi hunarmandlarning o'ymakorlik ishlarini esga soldi. Ajab emas, balkim o'zimizning ustalar bu minbarni yasab berishgandir, chunki guli va o'sha 8 qirrali, demak, ramzlar ayni o'zimizning ustalarining ishiga o'xshayapti. Yana kim biladi deysiz? Hunarmandlar, aynan islom hunarmandlari, musulmon hunarmandlar dunyoda qo'li gulligi bilan, o'zlarining mahorati bilan alohida o'ringa ega. Tavsiya qilamiz. Keling, ko'ring, zavqlaning.